Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, sog' salomatmisizlar? Hamma tinchmi? Bitta yangilikni aytib o'tay demoqchi edim. O'sha green cardani eng oxirgi patok viza olgan winnerlari o'sha 2025-yil mayda yutgan. Noyabrda suhbatga kirib, dekabrda boshida viza olgan. O'sha eng oxirgi viza olganlardan bittasi andijonlik oila kelyapti bizga. Yangilik andijonlik oila kelyapti. Nasib inshaalloh. Biz nima kollejlarda surishtirib yuribmiz. Yangi kelganlarimizni, qizlarimizni qanday o'qishga o'qitsak bo'ladi, ingliz tilisi qanday. Mana ingliz tilingizni birinchi yerda kelib test qilib ko'radi. Shu yerga test topshirasiz. Keyin o'shaning darajasiga qarab o'qiy olasiz yoki o'qiy olmaysiz, yana ozroq shug'ullaning deydi. Hozir o'shanga keldik, bitta qizimizni olib keldim, Mohiy qizimizni. Rosa u ilmga talabgorda bu qiz Mohiy. O'qimasa bo'lmaydi, singlisi professor, otasi rahmatli bir umr maktab direktori bo'lib o'tgan. Hozir akasi ham maktab direktori. Bular oilaviy ilm talab odamlarda. Men o'qimasam bo'lmaydi, opa, o'qimasam bo'lmaydi deb kelgani beri aytadi. Qachondan beri aytadi, opa uchun borib gaplashaylik deb oxiri keldik bugun. Vaqt topib. Hozir testga kirib ketdi. Nasib bo'lsa omadini bersin. Aytgancha bugun Mohiy qizimiz pravasini ham oldi. Yangiliklar ko'p, Xudoga shukr. Qizlarimiz hammasi asta-asta hozir nechta Barchin opa oldi, Dilorom opa oldi, Mohiy oldi. Mana shunday navbat bilan O'lchabzari oldi. Asta-asta hammasi oladi shunaqa qilib. Shunaqa gaplar, sog' bo'linglar. Video chiqarishga vaqt bo'lmayapti, vaqt bo'lsa ham sabab bo'lmayapti, bilmasam. Ana qord ustida hamma marojna qilib yotibdi. O'shani qilib ko'rib video qilaman dedim. Vaqtim bo'lgan yo'q, vaqtim bo'lsa esimga kelgan yo'q. Nasib bo'lsa qilaman. Keyin hali bundan buyog'i green cardda yutganlarni ham vizasini bermayapti ekan, to'xtatilgan, suhbatga kirsa ham Amerikada tanishlari qanaqadir hujjat qilib berish kerak ekan, lekin u ham 100% garantiya emas. Shuni ham aytib qo'yayin. Bu hujjat 100% yordam beradi degani emas. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.